Assalomu alaykum obunachilarim va hurmatli dehqonlar. Biz mana piyoz ekkan edik. Piyozimiz mana qishdan chiqib oldik. Piyozimiz stress bo'lganmi, kasal bo'lganmi bilmay qoldim. Mana shunday pastga qarab oqarib ketyapti bariga. Stressdanmi, kasalmi ekan? Shuni bilgan boshidan o'tgan dehqonlar bo'lsa, fikrlaringni kommentariyalarda kutib qolamiz. Iltimos, nima qilish kerak, shuni aniq aytsalaring. Mana shunday ahvol bo'lib qolgan. Stress dori sepaylikmi, kasallikmi bu? Boshdan o'tgan dehqonlar, agronomlar bo'lsa, iltimos shuni kommentariyaga o'z fikrlaringni qoldiringlar. O'z fikrlaringni kommentariyaga qoldiringlar, biz kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.